Mirmuhsin o'zbek adabiyotining yirik vakillaridan biri, shoir, yozuvchi va tarjimon. Uning ijodi lirik falsafiy yo'nalishdagi she'rlar va qissa romanlar bilan boyitilgan bo'lib, o'zbek adabiyotining taraqqiyotiga katta hissa qo'shib kelmoqda. Mirmuhsin to'liq ismi Mirmuhsin Mirsaidov 1921-yil Toshkent shahrida tug'ilgan. U bolaligidanoq adabiyotga qiziqib, she'r va hikoyalar yozishni boshlagan. Mirmuhsin o'zbek adabiyotida o'ziga xos uslubga ega ijodkor bo'lib, uning asarlari haligacha sevib o'qiladi. U o'z ijodi orqali milliy ruhiyatni, inson qalbining teran kechinmalarini, hayot uyg'unligini mahorat bilan tasvirlab bergan. Mirmuhsin ijodiga befarq bo'lmagan o'zbek kitobxonlari ko'p oramizda. E'tiboringizga havola etilayotgan 45 hikoyadan iborat Ilon o'chi romani adib ijodining go'zal namunasi, gultoji desak adashmaymiz. Mirmuhsin ushbu asarga nega ramziy ma'no berdi? Odamlar orasida shunday toifa borki, ular inson degan sharafga munosib emaslar. Xatti-harakatlari, gap-so'zlari orqali odamlar qalbini, kerak bo'lsa hayotini tamoman izdan chiqargan. Birovga yomonlik qilmasa turolmaydigan qahramonlarini yozuvchi ana shunday ataydi. Ilon o'chi faqat insonlar taqdiridan hikoya qiluvchi asar bo'libgina qolmay, unda xalqning asriy muammolari ham qalamga olingan. Tilimizning qadr-qimmati, ajdodlarimizning tarix sahnasidagi munosib o'rni, oila sha'ni, er va ayol o'rtasidagi muhabbat mustahkamlovchi rishtalar, sevgining inson hayotidagi hal qiluvchi roli haqidagi jiddiy mulohazalar kitobxonni o'yga toldiradi. Romanda ko'tarilgan muammolar ayni bugunning ham bosh mavzusi bo'lib qolayotgani o'zini shu zaminning chin farzandi deb bilgan har bir uyg'oq qalbli insonni hushyor torttiradi. Bu asarni sizlarga ham o'qishni tavsiya etamiz, aziz kitobxonlar.